Voqea xuddi shu yerda sodir bo'lgan. Piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 5 yoshli qizaloq o'rtada qotib qolgan. Uni ko'rgan Nexia rusumli avtomobil qattiq tormoz bosgan va mashinadan tushib qizni ko'zlariga qaragan. Qizning ko'zlari esa Ajo universitetining to'g'risida sotilayotgan xonadonda edi. Obzor qilamiz. Demak, 63 kvadratli 3 xonali xonadonni obzorini boshladik. Kirganingizda bu yerda hojatxonamiz. Bu yerda sanuzel. Bu spalni, ya'ni yotoqxonamiz. Juda ham shinam, remontlari hammasi zo'r. Bu yerda shinamgina zalimiz, mehmonlarni kutib o'tirishingiz mumkin do'stlar. Bolajonlar to'polon qilgandan keyin sekingina ularni spalniga, ya'ni детский spalniga atprofga qo'yasizlar. Mana bu yoqdan oyna ko'rinadi, mashina yo'l ko'rinadi, yo'l yuziga ham yaqin. Umuman olganda ajoyib narx. Uy egasining nomerini qoldiraman, alo qilib kelishib olsanglar bo'ladi. Demak, bizning manzilimiz eski Slonima, ya'ni hozirgi kundagi Asalobod. Ko'rib turganingizdek, Ajo universitetining narigi betida joylashgan 4-qavatdagi 3 xonali xonadonimiz jihozlangan yangi remonti bilan sotilmoqda. Ma'lumot uchun shu raqamga qo'ng'iroq qiling. Srochniy oladiganlar bo'lsa, narx kelishiladi. Rahmat.